Qizlar, bilasizlarmi? Ko'p ayollarning eri nimaga yurib ketadi? Chunki to'ydan keyin xotinlar o'ziga qaramay qo'yadi. Tashavoradi o'zini. Normaliy duki sepmaydi, sochini yuvmaydi, allambalo jinicha kiyimlarni kiyib yurib, mamlakatga ro'mol boylab yuradi. Ужас bu, ужас qizlar. И потом, men xudo xolasi yerga tekkanimdan keyin Istanbulda yashayman. Erim bilan ikkalamiz mazza qilib yashaymiz. Men erga tegsam, bolalarimga brendli kiyimlarni asal qilib kiygizib qo'yaman. Keyin bilasizlarmi, erga tekkanlar doim bolam deb hech qayerga bormaydi ham, ketidan pul olmaydi. Menga erim pul ishlatadi. Ajal yashaymiz. Har kuni uni shag'am bilan kutaman. O'zimga qarayman. Asal oyiga muazzifga boramiz. Eng boy yigitman. Har kuni gullar sovg'a qiladi. Romantik kechalar bo'ladi. O'zinglar yaxshimisizlar? Allohga shukr, hammasi zo'r. O'zinglar-chi? Voy, yaxshi. Hammasi joyida. Xudoga shukr ha. Voy, hayotim zo'r. Aldash jonimga tegdi.